Assalomu alaykum hammaga. Efirda Wi-Fi smart kameramiz. Shuni hozir o'rnatamiz sizlar bilan. Ochaylik mana ichida kitobchasi, QR kod telefonga nima qilsa chiqadi. Mana kameramiz. O'rtadagisi asosiy joyda oladi. Bunisi harakatdagi narsalarni oladi, doimiy uzatadi Wi-Fi orqali. Shuni ustanovka qilamiz hozir o'zimiz uyimizda. Xo'sh do'stlar, endi faollashtirish uchun birinchi bo'lib biz Google ga kiramiz. Google'da QR kodni kitobchasidagi QR kodni skanerlaymiz. Play Market orqali yuklaysanmi deydi. Ha deymiz. O'rnatamiz, biroz kutamiz. Shu o'rinda aytib o'tish kerakki, Wi-Fi kameraning afzalliklari juda ham ko'p. Chunki qanday afzalliklar bor deganimizda, Wi-Fi orqali boshqa joydan turib, ishxonadan turib yoki boshqa shaharlardan turib bemalol kuzatish imkoniyati va gaplashish imkoniyati bor ushbu kameramizda. Yana bir nechta qulayliklari bor. O'zini fleshkaga saqlashi va doimiy xotiraga, cloudga ham, telefoningizda ham muntazam saqlashingiz, jo'natish imkoniyatlari bor. Shu orada biz bu yerda mana oldingi holat edi. Endi men yoqish uchun video tayyorlash uchun Sibros borgandim. Hozir buni yoqib bitani. Подождите, идет настройка системы. Okay. Mana ochildi menimcha. Ha, bo'ldi mana. Ishlayapti. Cho'da bizga qaramayapti. Ovozdan beradimi? Ovozdan beradi. Bu yerda endi funksiyalari bor. Masofadan turib saqlash. Bu yerda yana funksiyalardan bittasi. Misol uchun masofadan turib gaplashish imkoniyati ham bor. Feedback. Hozir shu narsani sinab ko'ramiz. Live chat deyapti, chat orqali. Yo'q, biz Birinchi men ham qilib beray, dada. bor.
Salom Amurbek. Gapirchi. Rahmat. O'zi ishlayapti. Mana men ham boshqarib ko'ray. Hozir. Ha, qo'yamiz dadu. Kamidan tavsiyasiga bo'lsak, bolalar tosh olib sindirib olmaydimi? Bilmadim. Endi svetini yoqish. Svetini yoqish. Svetini yoqish. Ha, bo'ldi. Endi yonaman. Xullas do'stlar, mana hozir ponni nastroyka qilib oldik. Endi joyiga o'rnatamiz. Evet, svet yan. Keling. Joyiga o'rnatib olsak, xudo xolisa, Wi-Fi'li kamerani. Xullas, kanalimizni uzoqlashmanglar. Manfaatli videolar hali oldinda. Like'lar bosib turinglar, yoqmasa dislike bosinglar. Videolar hammaga ko'rish uchun. Sog' bo'linglar. Hozir shu yerga o'rnatmoqchiman. Shu yerga o'rnatamiz. Bastım. Assalomu alaykum. Bastım. Sen deyapti. Qo'ng'iroqni bos. Hani Amurbek keldi. Endi begona odam deb o'ylaysiz. Keling, kim kerak sizga? Kim kerak sizga? Nimaga keldingiz? Menga qarangchi tepaga. Amurbek. Bunday yuringchi, nariyalarga birga yuramikin siz bilan. Amurbek. Xullas do'stlar, mana hozir mana kirdik. O'rnatdik joyiga. Ko'chaga o'rnatdik. Bemalol.
ko'chani orqasigacha olyapmiz. Yaqinlashtirib ko'ramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.